Ustalar kvadratga al dedi deyapti. Misol 100 kvadrat joyi bo'lsa, 150 kvadrat chiqarib beradi yoki 200 kvadrat chiqarib beradi deyapti. Tunikafonchi Ismoiljonning oldiga kelganmiz. Ismoiljon qarang, savollar yozib kelganman. Tunikafonga kartini ursa bo'ladimi? Faqat iltimos tezroq gapirasiz. Yo'q aka, tunikafonga karchi ursa bo'lmaydi aslo. Bunga ertagalikka changlar qolib ketib qolishi mumkin. Qo'l bilan artib tozalagan yaxshi. Xo'p, ustalarda al deydi, 04 deb turing, 03 qalinlik deydi, tunikafon qilib ketishadi debdi. Yo'q aka, bizda listlarimiz orqasida pechati bo'ladi. 04 bo'lsa 04 bo'ladi, 03 bo'lsa 03 bo'ladi. Qaysi bir listga kelishgan bo'lsa, shu holatda bo'ladi. Tunikafonni shu vaqtdan keyin qilgan yaxshimi yo shu vaqtdan oldin qilgan yaxshimi? Yo'q, shu vaqtdan keyin qilgan maslahat beramiz, чтобы o'zingizga toza turadi tunikasi. Ustalarni qimmat deb aytishyapti. Ustalar o'zini ishiga, o'zini sifatiga qarab turib narx-navosi kelib chiqadi. Xo'p, ustalar qayergacha xizmat qiladi? Ustalarimiz vodiy bo'ylab va Samarqand, Toshkent viloyatlariga qilinadi. Ustalar kvadratga al dedi deyapti. Misol 100 kvadrat joyi bo'lsa, 150 kvadrat chiqarib beradi yoki 200 kvadrat chiqarib beradi deyapti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi aka bizda. Aslida o'zi hisob-kitobimiz qancha rasxod ketgan, shu holatda spiskasini ham jo'natib bera olamiz biz.